Assalomu alaykum azizlar. Bugun yana bir qiziq mavzu haqida gaplashib o'tamiz. Bu qanday qilib masofadagi kompyuterni ishlatish, undan foydalanish kabi mavzular bo'ladi. Aytaylik, sizda kompaniyangizda ta'tilga chiqib ketgansiz, sizning ish stolingizdagi kompyuter ofisingizda qolgan, lekin undan foydalanish ehtiyoji bor. Yoki bo'lmasam menejeringiz ta'tilga ketgan, lekin ishchi stoli, ishchi kompyuterlari ofisda qolgan. U nimadir qilmoqchi bo'lsa, kompyuterni oldiga olib borib berish kerak bo'ladi yoki bo'lmasa masofadan uni boshqarish kerak bo'ladi. Kompyuterni olib borib berish ko'pgina energiya talab qiladi. U narsa naborot masofadan foydalanish uchun dastur imkoniyat taqdim qilgan ma'qul. Yoki bo'lmasam ko'pgina kompaniyalarda lokal 1S programmalar ishlatiladi, asosan buxgalterlar tomonidan ishlatiladi. Endi buxgalter yo'q bo'lganda, lekin ma'lumot kiritish kerak. Ana o'sha payt 1S dan qanaqa foydalanadi deganda, ushbu hozir aytmoqchi bo'lgan dasturlarimiz yordamga keladi. Bu masofadan boshqarish imkoniyatini beruvchi dasturlar juda ham ko'p. Aytaylik, bu AnyDesk, TeamViewer kabi ko'pgina dasturlar bor. Bular ichida AnyDeskni biz obzor qilib o'tamiz. Sababi bu bepul, foydalanish bepul va juda qulay. Demak, ushbu havola orqali AnyDeskga kiring, dasturni ikkala kompyuteringizga o'rnating va ishga tushirgan holatga olib keling. Endi bevosita ish obzorini davom ettiramiz. Qani ketdik. Xo'p, mana oynamiz ochildi. Yuqoridagi bizning masofadagi kompyuterimiz hisoblanadi. Pastdagi biz hozir ishlab turgan kompyuterimiz hisoblanadi. Demak, biz masofadagi kompyuterimizga ulanish uchun ushbu joyga biz uni masofadagi kompyuterning AnyDesk ID'sini yozamiz. Bu 236 bergan. Mana oldin ulanganimiz uchun bizga chiqarib beryapti 722 771. Buni bosamiz. Mana ulanish jarayoni ketyapti. Xo'p, ana endi bizda e'tibor bergan bo'lsangiz, yuqorida nimani ko'rsatyapti? Yuqorida tasdiqlaysanmi, shunaqa odam senga ulanyapti kompyuteringga degan narsa beryapti. Xohlasanglar buni bekor qilib yuborishinglar mumkin bo'ladi. Yoki bo'lmasa print qilib o'sha polniy huquqi, umumiy huquqni berishinglar mumkin bo'ladi. Biz huquqni beramiz. Natijada mana ekranda bizni pastdagi ekranda yuqoridagi ekran paydo bo'ldi. Xo'p, buni ishlashimiz mumkin bo'ladi. Endi mana biz masofadagi kompyuterga ulandik. Mana aytaylik, bir Excel programmasini ochib turib, unda bevosita ishlarni amalga oshirishimiz mumkin. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bu o'sha ko'pgina hozirgi yuqorida sanab o'tgan muammolarimizga yechim bo'lib hisoblanadi. Ushbu muammolarga duch kelganingizda ushbu dasturdan foydalaning, kompaniyangizda joriy qiling ishlatishni. Salomat bo'linglar.